Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Kawasaki'da eng oxirgi pokoleniyada litroviy sport baykini ko'rsatamiz. ZX-10R 6-pokoleniyasi. Endi esa sani kuchingni tekshirib ko'ramiz. Hammaga assalomu alaykum. Ko'rinishda Kawasaki H2 ni va adrenalinni beradigan Kawasaki ZX-10R bo'lib byudjetliroq variant H2 dan ko'ra, lekin sizlarga o'sha aerodinamika, o'sha внешний вид, o'sha tablo, o'sha даже полностью dizaynni beradigan Kawasaki ZX-10R da oxirgi pokoleniyasi. Bu 6-pokoleniyamiz. Ko'rinishi полностью almashgan va o'zgargan hissalaridan bo'laradi. Pasatkasi niskiroq bo'lgan. Keyin hozirgi hamma sport bayklarda moda bo'layotgan bu winglet. Winglet bu krila desa ham bo'ladi. Krila nimaga kerak? Bilsalar endi mana motogonkada ham, sportivniy mashinalarda gonkasida ham прижимной sila bo'lish uchun, havoda именно massaga bosish uchun, mototsiklni bosish uchun qilingan. Bu wingletlar hozirgi modaga o'xshab katta qilinmagan, именно korpusning ichiga tiqilgan. Bunda ham bor. Hozirgi paytda 7% ga прижимной silani kuchaytirgan. ZX5 5-pokoleniyamdan ZX-dan. No, основной oddiy обывательga sezilmasa ham kerak даже. Kawasaki deganlar qaysi rang tushunadigan bo'lsak, mana shu mototsiklni ko'rsa, o'sha rangi aniq bo'ladi. Чисто ядреный салатовый, то есть yashil rang Kawasaki'da o'zini belgisi. Bugatti'da bilsalaring qizil, BMWda oq-ko'k, Yamahada ko'k rang bo'ladi. Kawasaki'da именно litroviy sport bayklarini ZX-10R seriyasi 2004-yilda boshlangan birinchi seriyasi, lekin bizda ommaga chiqqan, именно O'zbekistonda hamda chet elda ommaga chiqqani bu 5-pokoleniyasi. 5-pokoleniyasini mordasini hamma eslaringda bo'lsa kerak. 6-pokoleniyada nima o'zgarishlar? Birinchi bo'lib bizda o'zgarishayotgan kirgan bu o'ta agressivniy vid. Ko'rsalar bo'ladi, applikatsiyalar полностью noldan уже boshqa vidga ko'rinishga ega bo'lgan. Ushbu yaponskiy monstrimiz основной buni sozdatellardan biri pilot bo'lgan, Jonathan Ray uchastnik bo'lgan, chunki hamma Kawasaki ZX-10R'larda Jonathan Ray o'zini hissasini qo'shgan. Поэтому bunda boshqa sport bayklardan ko'ra pasatkasi более жесткийroq boshqa mototsikllarga nisbatan traversi jicha bukilgan holatga qilgani uchun nisbatan o'tirish городской holatga sal-pal qiyinroq bo'ladi. Kilosi 193 kilo, 203 ta ot kuchiga bu o'ta rezvi apparat. Pokoleniya bilan 5-pokoleniyani farqida, asosiy farqlarida TFT ekran qo'shilgan. TFT ekran BMW'larda informativniy emas, no 5-pokoleniyadan ko'ra yermini osmonliq farq bor. Biz mumkin именно tabloyimiz hamda внешний видimiz o'zi ZX-10R da 10-pokoleniyasi чистый H2 ni va H2R dan o'xshatib qilingan. Hamda hozir tabloda ko'rsa именно H2 yoki H2 deysizlarmi, o'shani tablosiga o'xshatgan. Informativniy hamma yoq chotki. 5-pokoleniya bilan 6-pokoleniyada основной разницалari bu maslinli radiator qo'yilgan va eng menga yoqqan narsasi va hozircha adashmasam ko'p mototsikllarda stokoviy holatda bu narsa yo'q. Mani именно BMW S1000RR'imda ham yo'q. Tak, stop. Ha, BMWda titanoviy kollektor zavoddan yo'q, lekin ammo hamma narsa poygada sinaladi. BMW S1000RR bilan Kawasaki ZX-10R da hozir poygasini ko'rsataman.
albatta BMW yutadi, chunki BMW da ot kuchi ham ko'proq. Bekordan bekorga meni vyborim BMW da to'xtamagan. BMW bu отдельный tema, o'zlaring bilasizlar-ku. Bu stokoviy holatda kollektor va trassa titanoviy bo'lib chiqadi Kawasaki ZX-10R da. Boshqa mototsiklda men пока что bilmayman. Именно заводской titanoviy trassa chiqishi kerak. Buni основной отдельный pulga tuningga qo'yasizlar. 1,5 ming dollar turadi trassa bilan глушительda o'zi. Keyin eng bitta minusi bor Kawasaki'da. Nafaqat Kawasaki, hozirgi chiqayotgan mototsikllar qancha yangi mototsikl bo'lmasin, ekologiyaga qarshi chiqara olmaydi, chunki Euro 5 standartiga bu ham moslangan. Mana BMW ham, Yamaha hamma yangi sport bayklar Euroga moslayapti. Bu nima degani? Kollektorda, rezonatorda kattalashtiradi, ko'p отход chiqmaydi, lekin mощность ham kamayadi. Shuning uchun bu mototsikl ham, o'zimni BMW ham ko'p воздушный deyiladi. Ko'p qisib qo'yilgan. Buni ko'p iloji boricha proshka qilish kerak. O'zini ot kuchi yanada ham kuchayadi o'sha proshka qilsa. Bu endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu ekologlar tomonidan qisqartirilgan narsa shu. Основной ощущение o'zgargan narsa bu полностью o'zgargan deb o'ylaymiz, lekin основной rama o'zgarmagan. Rama xuddi o'shalicha qilgan, faqat двигатель o'zgargan va motorga jicha darabotka qilgan. Endi hozir ko'radigan bo'lsak, 5-pokoleniya xuddi o'sha shova podveska, oldi podveska, shova, orqa podveska. Brembo tormozlar xuddi o'shanaqa M50. Lekin bitta minus, главный minusi bor. Bu armirованный tormoz bas. R1 da ham, BMW S1000R da ham, K67 da ham, например, K67 o'sha 20-yildan chiqishni boshlagan bo'lsa, armirованный tormoz bor. Bunda xatosi o'sha xolos. Просто almashtirish bilan plus qilib qo'ysa bo'ladi-ku, no, bu ham pulda anchagina. Denfer elektronniy Auliens hamda nima o'zgargan desalaring, buni основной 99% men aniq bilaman. Mototsiklda oladigan obывательlar, то есть men bunaqa odamlar buni trekda minmaydi. 100%, chunki O'zbekistonda trek ham yo'q. Shaharga minadi, trassaga minadi xolos. Shuning uchun bularga qo'shgan narsasi, men o'ylaymanki, Kawasaki'da даже rukovodство shuni bilyapti, cruise control qo'shgan. Cruise control kerakli narsa. Pakada, именно bu pasatka, krevetka pasatkada 1 soatdan oshiq yurish bu xato. Chunki men BMW da ham mana yuraman. 1 soatdan уже ortiq bel toliqishni boshlaydi hamda уже некомфортно-da. Bunda doim valid qilib yurish kerak. Ushbu mototsiklimiz o'ta mощныйлigi sababini va xarakteristikada raqamlarda tushuntirib beraman. Крутящий momenti 115 Nm. BMWda 113 Nm. Bunda крутящий moment kattaroq, ot kuchi pastroq, no kilosi nisbatan pastligiga va Ram Air degan texnologiyasi bor. Hamda quick shifter oddiy holat. Hamma современный mototsikllarda quick shifter oldiga ham, pastga ham, tepaga ham ishlaydi. Bu mototsiklda ham oldiga ham, pastga ham ishlaydi. Faqatgina 2000 dan tepa оборот bo'lishi kerak pastda. Hamda launch kontroli bor. Launch kontroli bilasizlar nima uchun kerak bo'ladi? Launch kontrol poygalarda ishlatiladi. Основной bunda scepleniyani qanchalik tez tashlamayman, oldi ko'tarilib ketmaydi. Gaz qancha ushamanglar, o'sha bergan оборотlaringni ushlab turadi. То есть birinchi, ikkinchi, uchinchi rejim bor. Launch kontrolda deylik, 5000 оборот bo'lsa, gazni bossalaring 5000 dan ko'tarilib ketmaydi. Даже baland bossalaring, scepleniyani qana tez qo'yib yuborsalaring ham mototsikl idealniy chiqishga harakat beradi. O'sha launch kontrol deyiladi. Endi основной yoqmagan narsani ochiq o'yin qilib gapirib beradigan bo'lsam, Kawasaki ZX-10R azaldan pastki оборотlarda yaxshi tortmaydi. Bu degani nanizaq yo'q. Где-то 8000-9000 dan keyin haqiqatan полный мощности zo'r ochiladi-yu, no nanizaq yo'q. Startda menga o'ta yoqmadi. Shaharda minib ko'rdim, hamda menga yoqmagan narsa bu pasatka. O'ta jo'ski pasatka, hamda agressiv holatda buni minish kerak-da. Pasatkasi juda ham yoqmadi. Полный yotib, qo'lam noqulay. Tormozga keladigan bo'lsak, da, Brembo tormoz. No, armirованный emas. Armirованный tormoz basli uchun bir xilgi paytda podvodit qilib qo'ydi. Men test drive qilgan videoyimni chiqaraman. Test drive video qilib chiqargan paytimda urusham janjalim bo'lib ketgan. No, menga anchagina yoqmadi bu. Da, krasiva, da, chiroyli, бесподобный. Yangi texnologiyalar qo'shilgan eski pokoleniyalar bilan. No, buni konkurentlari bu narxiga BMW bor, Yamaha R1 bor, hamda Suzuki Gixxer bundan anchagina arzon, lekin bundan ko'ra ancha tezroq va bodriroq deb o'ylayman.
Agar kimdir olmoqchi bo'lsa, buni albatta перепрошивка qilish kerak va glushitsilni olib tashlash kerak butunlay. Chunki mana shu glushitsil Euro 5 ga moslangani uchun hamda bu o'ta воздушный, balonga kelayotgan ot kuchi 169 ta xolos. Hatto buni yanada 185 tagacha ko'tarsa bo'ladi proshivka bilan hamda glushitsilni olib stokoviy holatdan primatochniy sistema qo'ygandan keyin yaxshi proshivkasi bilan. Finalniy решениyaga keladigan bo'lsak, imенно men bu narxga mototsikl sotib olayotganda hamma narsani zavoddan ideal bo'lishini xohlayman. Chunki bu Yamaha R1dan, Suzuki GSX-dan, o'zimizning tilda GSX-dan qimmat hamda BMW dan ham qimmat. Lekin nedostatkalari juda ham ko'p. Bu hammasi meni o'zimning shaxsiy fikrim. Mototsikl sotib olish yoki olmaslik bu o'zlaringdan.